Ijtimoiy tarmoqlarda 30 nafardan ortiq O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingani haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi bergan dastlabki ma'lumotlarda bu raqam tasdiqlanmagan. Turkiya Ichki ishlar vazirligining tegishli tizimlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 10 nafar O'zbekiston fuqarosiga nisbatan tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ularning huquqiy holati ham turlicha. Ayrim fuqarolar sud qarori asosida jazoni ijro etish muassasasida saqlanmoqda. Ayrimlari deportatsiya markazlariga joylashtirilgan. Yana bir qismi esa Turkiya hududlaridan chiqmaslik sharti bilan ozod qilingan. Ular bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Huquqiy choralar fuqarolarning mazkur holatga aloqadorlik darajasi, bank hisob varaqalari orqali o'tkazilgan mablag' miqdori hamda tergov davomida aniqlanayotgan boshqa holatlarga qarab belgilanmoqda. O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi vaziyatni Turkiyaning tegishli idoralari bilan hamkorlikda kuzatib borayotganligini ta'kidlamoqda. Konsulxona fuqarolarga bank kartalari, hisob raqamlari va mobil bank xizmatlarini boshqa shaxslarga bermaslik haqida ogohlantirmoqda. Shuningdek, kelib chiqishi noma'lum mablag'larni qabul qilish yoki ularni boshqa hisob raqamlariga o'tkazishda vositachilik qilmaslik tavsiya etiladi. Chunki Turkiya qonunchiligida bunday moliyaviy operatsiyalar jiddiy huquqiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Bu voqeada yana bir muhim jihat bor. Tergov hali yakunlanmagan. Shu sababli hozircha fuqarolarning aybi bor yoki yo'qligi haqida yakuniy xulosa chiqarish mumkin emas. O'zbekiston bosh konsulxonasi esa fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish doirasida zarur konsullik huquqiy yordam ko'rsatayotganligini ta'kidlamoqda. Xolis 24 vaziyat rivojini kuzatishda davom etmoqda. Tasdiqlangan yangi ma'lumotlar paydo bo'lsa sizga yetkazamiz. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oydindagi bu holat bo'yicha fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.